Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan go'shtli somsalarimizni qani ketdik. Idishimizga 300 gram un solib olamiz. 170 gram suvga 1 osh qoshiq uksus, 1 osh qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Va unli massamizga solib olamiz. 1 osh qoshiq o'simlik yog' ham aralashtirib xamir qilib olamiz. Va xamirimizni teng 2 ga bo'lib olamiz. Selofanga solib 1 soatga tindirishga qo'yib qo'yamiz. Ungacha saroqlarimizni eritib olamiz. 200 gram saroqni yaxshilab eritib olamiz. Va xamirlarimiz ungacha tinib chiqdi. Ozgina mushlab xamir qilishni boshlaymiz. Xamirimizni yuzida ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz. Ikkalovini birdek qilib yoyishimiz kerak. Yupqa ham bo'lib ketish kerak emas, qalin ham bo'lib ketish kerak emas. O'rta me'yorda yoyib olamiz va oldindan qilib qo'ygan saroqlarimizni ustidan surib chiqamiz. Bir tekisda qilib surib chiqamiz. Ikkinchisini ham surtib olamiz va yaxshilab zich qilib o'rab chiqamiz. O'rab chiqqan xamirlarimizni muzlatgichga 1 kunga yoki 5-6 soatga qo'yib qo'yamiz va oldindan kesib oldim. Mana shunaqa qilib yoyib, xohlagan nachinkalarni solishingiz mumkin. Menda bu go'shtli nachinka va yuzida ko'rsatilgandek qilib tugib olamiz. Patnislarimizga qo'yib olamiz. Ustidan tuxum surtib, xohishga ko'ra kunjut bilan bezatsanglar bo'ladi. 180 gradusda 30 minut 35 minutda pishib chiqadi. Mana marhamat, yoqimli ishtaha.